Ovozliq kitob apdetali. Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Nuzugum, o'zingizga ogoh bo'ling. Endi biz ko'miga mushu kun qolganmidi? Bular erlarning azobligini oz degandek, qizlarimizmi kun ko'rsatmaydigan o'xshaydi. Kumush aralab kun chiqdi. Yolg'iz boshqa mum tushdi. Men nuzukni tutqili sulun cheriklar chiqdi. Nuzugum, yaraysiz. Siz o'lib ketsangizmi, lekin biz bu jasoratingizni unutmaymiz. Siz uchun intiqom olamiz. Qizimni qo'yib yutinglar. İflaslar. Xo'sh aka, nada bo'lsaqmi omon bo'laylik. Boqimni ko'rib qolsam, meni uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. Voy, bek paskin ekan-ku. Dedi Abdulla tunash uchun kigiz uyga akirilganda. Chunki kigiz uyning o'ttirisiga tezak do'linib o't yiqilibdi. Uningga qo'yilgan 3 putliq o'choq ustidagi qozonda qaynayotgan go'shtning xo'rig'i tezakning isi orilishib ketgachga uydagi odamlarni ilg'i qilish mutas edi. O'choq beshida er kishilar bilan bodashqon qurib qiyri ayol o'ltiradi. Poqbiyib ketgan chechining ustidan ushliq kigiz qalpoq kiyib olgan bu ayol pat-patla o'tga tezak tashlab qozondagi go'shtni yog'och bilan o'rlashtirib qo'yadi. Va qo'lidagi g'ansini sho'rab, eg'iz burnidan tomokining isini chiqaradi. Uning yenida uchisiga kelangsiz ko'ylak kiygan yosh bir qiz o'ltiradi. Qo'liqidagi halqisi bilan kamzuliga qadab olgan kumush tangilarni demisa, chiroyidan qiz bola ekanligini ayirib olish tas edi. Qiz og'zi besilmay seg'iz chaynaydi. Ilgari mundaq ayollarni ko'rib boqmagan Nuzugumga bularning hammasi g'ayrili tuyuldi. Tar kigiz uyning o'ttirsidagi o'tni cho'ridab o'ltirganlar bo'lsa, odam ko'rmagandek og'izlarini yo'g'on etishib Nuzugumga qarashadi. Ularga Nuzugumning rangi ro'yi, qosh ko'z, put qo'llari, uchisiga kiygan kiyim kechigimi alohida ko'rinadi. Hatta ba'zilari ayol kishining mundaq go'zal, nozik bo'ladiganiga ishongisi kelmagandek, bu rostli tirik odammi yoki suratmi degan o'yda qo'llarini avaylab so'zib, Nuzugumning kiyim kechaklarga takkizib boqadi. Ba'zilari bu go'zalni qo'lga tushirgan Boyir Noyanni baxtibar o'g'il bola ekan deb maqtaydi. Boyiqi qiz bo'lsa o'zining kelangsiz ko'ngligini tuzab, poqbiyib ketgan chechini barmoqlari bilan tarab o'rnidan turdida Nuzugumning qeshidan neri ketdi. Lekin butkul hayotini dalada, ot ustida o'tkazib kelayotgan ko'chmanlarning qiz kelinlari o'zlarining kursini tushirmaslikka tirishib, "Hay, bundaq go'zal cho'qonlarni qochqumushning o'rnini tizib qo'ymasa, boshqa nimaga yaraydi? Ular mol siyg'ib, bola o'stirib, erlarga go'sht pishirib bermak tugul, munu dalaning bo'ron shivrig'iniga bardoshlik bera olmay uchib keta. Mundaq ayolning no'yonga nima kerga bo'lib qoldi ekan-tan?" deyishadi. Ba'zilari bir chetga yig'ilib elib, Nuzugumning chiroyiga torliqi kelgandek, uning u yer bu yerdan qusur chiqarib kamsitishadi. Boyiqi yosh qiz rastalla qo'laysiz ahvolda qolgandek o'zini erlardan qochirib, gap so'zga aralashmay bir chetda tushib o'ltiradi. U opisi bilan bir necha qitim g'o'ljiga berib, uning bozirini oralagan. Shu chaqda talay chiroyli qizlarni ko'rgan. Lekin yuzlariga paranja ortib olgan u ayollarning orasidan mundaq go'zal ayolni uchratmagan. U Uyg'ur qizlarining chiroyli bo'ladiganligi haqida anglaganda, hamma odam bizga o'xshash onadan tug'ilgandan keyin ularning bizdan nari o'shiq bo'lsin deb o'ylagan edi. Mundaq go'zallar haqida bo'lsa, faqat cho'chaklarda rivoyat qilinadi. Ularni tushida bo'lmasa, o'ngida uchratmagan. Ras.
Bu qiz opisi bilan o'ljiga borganida nozik badallik Xanzu ayollarining mo'rlarini qimirlatmay, ushshoq jamdab minganlarini ko'rib, "Bular bizga o'xshash bir qo'yning go'shi bilan bir janosh qiytiqni ko'tirsa, ov bo'g'ilgan supurgidek inchki ballari sunib, putlari puklanib keta" deb o'ylagan. Ammo buni bug'doy o'nglik cho'kanning o'zini tik tutib o'ldirganiga qaraganda kuch-quvvatimi yetarlik bo'lsa kerak. Bo'lmasa, Muzdavondan piyoda o'tib kelishi osonmi deb o'yladi. U ilgari o'z ovuliga kelgan mo'g'ul xotinlaridan Uyg'ur qizlarining go'zalligi haqida emas, balki tetik, chabdasligi, ishni voyaga yetkazib qiladiganligi to'g'riliqmi bir talay gaplarni anglagan. Ammo buni qiz uning ko'ziga nima uchundir bo'lakcha mo'g'ul ko'rinadi. Cho'ng yulduz tarafda turadigan tog'siningmi did parasida bor ekan. Bu qizni u yerdagilar ko'rsa odam bolasi emas, parining pushtimikin deb qolar. Bu qizning ko'z quloq, qosh kirpik, burunlarining hammasila xuddi usta rassomlar sizib chiqqandan chiroyli ekan. Uy egisining qizi Nozugumga yaqin kelishdan ayminib, yiroqdan sapsayilib qaraydi. Nozugumning sal ichiga o'ltirishgan do'gilak qora ko'zlariga, qarlig'ashning qanotidek agimach inchki qora qoshlariga, xuddi eqib tushib kelib to'xtab qolgandek ko'rinadigan burniga, necha shamolda yurib gaz bog'lab ketgan bo'lsa-mu, lekin rangini yo'qotmagan jinastidek nepiz lavlariga, o't chaqnagan shahla ko'zlarini yumsa, bir-biri bilan giralishib ketadigan uzun kirpiklariga mahliya bo'lgandek qaraydi. Uy egisining qiziga har kuni chiroyli ko'rinib yurgan uyidagi boshqa ayollar musatlashib ketgandek bilindi. Lekin ko'nglikining etikini tiziga qistirmoqchi bo'lib o'rnidan qo'zg'alganda qodavolgan kumush tangillari jaranglab ketavedi. "Yo'q, men bu gaday qizdan sat emas" degandek ko'krikini kerib qo'ydi. Uning ko'zlari bir pasdan keyin Nuzugum bilan billa uyga kirgan Abdullaga tushdi. U g'ulluq, singlisiga o'xshash qora qosh, qo'yiq buruti bor chiroyli yigit ekan. Mundaq chiroyli yigitlar Mo'ng'ullar orasida kam uchraydi. U yoqsiz ko'nglikining sirtidan ko'k rangda bo'yalgan chakman kiyib, beliga ishga aylantirib puti bog'lab olgan edi. "Bundaq chiroyli yigitlar bizning bu yerlarda nihoyatda kam tepiladi" deb o'yladi. Mo'ng'ul qiz oldiga siljib, Abdullaga qaytadan yoshirin ko'z tashladi. Lekin nima uchundir uning yuragi o'z ichida qattiq so'qib ketdi. Uy egisining qiziga Nozugumdan ko'ra uning akisi yiqib qoldi. Uningga qarasa qarag'usi keladi. Uning beshiga ilgari keyin kelmagan o'ylar kelgili boshladi. "Agar bu yigitga tegsam, meningdan shunday chiroyli bolalar tug'iladi" deb o'yladi-da, birdilla boya o'tga yiqib o'ltirganda qizarmagan mangizlari qizirib ketdi. "Alomat chiroyli qizgan, oqsimi kelishgan yigitgan. Buning hammasi sana qanchaga to'xtadi?" deb so'radi qeri ayol ikki cho'chak qimizni ichib yetib, yenicha yotgan inisi Boyir Noyandan. Ambalga 50 yam bu hadiya qildim. Yana bir boshliqqa 40 yam bu. Buningdan boshqa yana 23 ot berdim. Voy, bular sana yerim qo'romalga to'xtabdi-ku. Boshqa noyonlar qimmatdimi evossa, men ulardan qolatdimmi? Uyg'urlarning bir go'zilni xotinlikqa olmasam, qandoqlarcha noyon bo'lib yuraman. Rost aytsan, Boyir. Atsi yana Nozugum bilan akisini to'gilarga mindirib, Boyir Noyanning odamlari yo'lga chiqdi. G'uljidan akilayotgan oldisiga xush bo'lib kelayotgan Boyir Noyan yo'l bo'yi to'xtagan yerlarda tonushlariga Nozugumni ko'rsatib ko'rimlik elish, qo'ngan yerlarda erki ichib bir necha kundan keyin o'z uyiga yetib keldi. G'uljidan chiqqandan beri o'zlarining qaysi yo'l bilan qayoqqa ketayotganligini bayqab, sapsilib kelayotgan Nozugummu chapsonlari qechib ketishni o'ylaydi. U akisi bilan qo'shilgandan keyin "Qassoq ishkimiz billa qaytishimiz kerak. O'lsakmi, Mo'ng'ullar orasida yashsaqmi, billa bo'lishimiz kerak" deydi. Shunglashqa Nozugumga akisi bilan billa bo'lish bir hisobda yaxshidek ko'rinsa-mu, ikkinchi tarafdan aytganda ularning qaytishini texmu ig'irlashtirib yetadigandek seziladi.
Endi yolg'iz akamni tashlab nega boraman? Bundan keyin jafo bo'lsa billa tatamiz, deb o'ylaydi ba'zida. Bularning ichida hayot kechirolmaydigan o'xshaymiz. Agar siz bularga xotin bo'lsangiz, tug'ilgan bolalaringizmi mushlardek bo'ladi. Shunga bulardan chapsanroq qutulishning amalini qilaylik singlim. Dedi, yo'lga chiqqandan beri Mo'ng'ullarning har bir harakatini bayqab, ulardan qochib qutulishning ko'yiga kirgan Abdulla. Sen meningdan xotirjam bo'l aka. Men hech qachon bularga xotin bo'lmayman. O'lib ketsam ketamanki, unda qishni qilmayman. Yo'q. O'limni og'zingizga olmang singlim. O'lib olamiz desak, bu taraflarga kammayli Qashqarda o'lib olatdik. Men sizni qanday qilib bo'lsa-mu, Qashqarga akitishim kerak. Yurtga berib, ota-onamizning chirig'ini yiqib o'ltirishimiz lozim. Menmi shunday qilsaq deb o'ylaydim aka. Ammo endi ishkaylanga billa qetishga mumkin bo'lmamdikan tang. Bular bizning har bir qadamimizni bayqab, poylab yuriyotdi. Siz mendan voyim yemang singlim. Men degan er kishi. Bugun ati ketamsam, uyg'unlikka ketaman. Mening yaram yenik. Maslahat bergining rahmat aka. Men epikasini qechib ketishga tirishiman. Ishkaylan yolg'izdan qolsaqmi, keyin bir yerda tepishib olamiz, dedi. Nuzugum texichila yenidan ayrimay kelayotgan xanjarini mahkam tutib. Mana bizning avulg'imi yetib keldik. Sizlar bilib qo'yinglarki, bu tavada bizning yurtdak go'zal joy yo'q. Shunlashqa, o'z zamonasida bu tavadagi Mo'ng'ullar orasida alohida obro'y topgan bizning urug'ning oqsoqollari mushu joyni tanlab olgan ekan. Ularningmi did parasti qaltiskan juminglar. Men azaldan Qashqarning go'zal qizlariga, mohir oshpaz, ustalariga, soz nag'maga boy san'atchilarga oshiqman. Shuning uchunmi bu qitim Qashqardan bu yoqqa pog'langan bir necha qiz yigitni setib oldim. Ularni uyga borgandan keyin ko'ribmi qolasizlar. Deb Bayir Noyan cho'ng yulduzning tabiatini maqtashga boshladi. Ular kimlardi aka? Balki bizning tanishlarimiz bo'lsa, bizning Qashqarga qechib ketishimiz texmi oson bo'ladi. Ular Aqsudan ayrilib boshqa taraflarga pog'langan yurtdoshlarimiz bo'lishi mumkin. Mo'ng'ullar ularni cho'ng yulduzga tushga yaqin akeldi. Ular ko'p kigiz uylardan tashkil qilingan bu ovuldagi Bayir Noyanning ishkiga kelishi bilanla ularning ko'ziga ikki qashqarlik yigitning o'tin yeriyotganligi ko'rindi. Nuzugum to'gidan tushishi bilanla xuddi demi ichiga tushib ketgan odamdek oliqini bilan og'zini yepib bir pas jim turib qoldi. Ondan teliqib bo'sh ovozda "Baqam!" Qani? deb so'radi Abdullah singlisidan. U shundaq debla Mo'ng'ullarning ishga oldida ikki odamning ishlayotganligini ko'rdi. Nuzugum, rost shumi nima? Endi Abdullahmu o'zlaridan 20-30 qadam nerdagi ishlayotgan yigitlarga sapsilib qaragandan keyin qattiq varqiradi. Baqam! Nuzugum! Yiliqi ishki yigitdan biri Baqam edi. U o'zini qorshab turgan Mo'ng'ullarni ittirib, oldini to'sig'iniga qaramasdan to'gidan tushgan Nuzugum bilan oksining qishig'i yaqinlashdi. Hayotgan sizlarga qarindoshlarim, men sizlarning kayninglardan izlab olmagan yerim qolmadi. Oxir Aqsu teg'idagi jangda yordar bo'lib, mushu Noyanga setildim. Bu yay kaginimga 2-3 kun bo'lib qoldi. Baqam, sizni bu ko'rdigan kunlar bo'ladi ekan-a? Nuzugum erini ko'rgandan keyin og'zi gapga kelmay o'ksib yig'layotdi. U erini Tangri tog'ning taskay tarafidagi Mo'ng'ullar orasida uchratganiga bir ishongusi kelsa, bir ishongusi kelmaydi. U hayotda mushundaq tasodibiylikning bo'lishini hargiz o'ylamagan edi. Voy, mana nima vaqa? Qani, qullarni aytinglar. Er ayolning mundaq uchrashib kelishiga Bayir Noyan hayron qoldi. Xo'jayinning so'zini anglagan Mo'ng'ul xizmatchilar Baqamni Nuzugumga yaqin keltirmay urib qo'g'lab chetga ochiqmoqchi bo'ldi. Ammo uzundan beri ko'rmagan erini endi uchratganda uningga talpinib kelayotgan Nuzugum o'zini tutib tura olmadi. Baqam, bu yana nima tortquliq ishkimizga chiroyingizni ko'rishga ulguramadim-ku. Men tirik turib, sizlarga Nuzugumni xotin qildirmayman. Bayir Noyan cho'ng yulduzga yordar payta akelgan bu surgunni hech qachon o'ziga qarshi chiqadi deb o'ylamagan edi. Shunga boshda asqoqlab kelayotgan baqini bir urupli yiqitib etaman-ku degan o'yda
Sen Qashqarlikqa nima bu yerda? Men ishingni qil. deb qo'l shiltidi. Lekin kunda o'zining degan gapini yirmay vazifasini o'rindab kelayotgan Boqiy bu qitim kayniga qaytishning o'rniga uningga qarshi etildi. Talay janglarga qatnashib, bu tavada o'zining boturligi bilan obro'y atoqqa ega bo'lgan No'yan kuchini qishidagi Qashqarlik juvong'imi ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lib, yosh yigitning quloq tuviga birni urdi. U santurlib berib o'zini tutib oldi. Ammo u Boyir No'yan ikkinchi qitim yiqilganda chabdaslik bilan uning qo'rsqig'iga tepivatdi. Hey, buni qulni tutinglar. Deb varqirashda No'yanni qo'rshab turgan mo'ng'ullar shu chaqda. Boyir No'yan yengini turib o'ttirig'i tushdi. O'zingizga paras bo'ling, qo'rqmang. Qishingizda mana men bor. Deb Abdullamu Boqiga yordam bermoqchi bo'lib olg'a intilavedi, lekin uni mo'ng'ullar qo'yib bermadi. Abdulla Boqining to'gidek No'yanning qo'liga tushib qolsa, tirik qolmaydiganligini yaxshi bilardi. Shunglashqamu yiroqda turib, uning qanday harakat qilishi kerakligini jekimakda. Hey, avni kakiratmay, og'zini besinglar. No'yanning g'azablik ovozini anglagan mo'ng'ullar Abdullaning beshiga bir necha tayoq urib-atdi. Aka! Boyadan beri nima qilishni bilmay jim turib qolgan Nozugum oksining beshiga tayoq tegayotganligini ko'rib, chidamay varqirib-atdi. Ayolining qattiq chiqqan o'nini anglagan Boqam yugurib kelib, No'yanning beshiga kayni-kaynidan 3-4 ni urib-atdi. Kechgacha haroq ichib kayib bo'lib ketgan Boyir No'yanning beshi gangirab qoldi. Lekin esini yiqqandan keyin Boqamni tutib elib, uni tunjuqtirib etishga urindi. Lekin Boqam No'yanning qo'ltiqiga kirib, uni yerdan ko'tarib oldi-da, atrofdagi mo'ng'ullarning varqirashlariga qaramasdan mullaq atqizib tashladi. O'zining eg'ir bastini oran ko'tarib yurgan Boyir No'yan yerga xuddi o'zidan yiqilgandek tushdi. Poypitek bo'lishgan mo'ng'ullar No'yanning o'rnidan qo'zg'ala olmay qolganini ko'rib, varqirishib ketdi. Ular amdi qo'llaridagi qamchilari bilan Boqamning bosh ko'ziga urishga boshladi. Bir necha yosh mo'ng'ul uning qo'lini kayniga qayirib bog'ladi. Buni boyli mushunda qilish kerak edi, dedi yeshi cho'ngib qolgan mo'ng'ullardan biri. Mo'ng'ullar Boyir No'yanning qo'ltiqidan yo'lashtirib turg'izmoqchi bo'lib edi, u to'g'lab yotgan yeridan xeyli vaqtgacha qo'zg'almadi. Boqi! Abdullaning varqirgan ovozi anglandi. Nozugum, men sizni cho'qim izlab topaman. Ulardan yiroqlayotgan Boqamning ovozi uzilib anglanib turadi. Boyir No'yanning nökerlari ular uchini 3 yoqqa ayirib etdi. Mo'ng'ul kelinchaklari Nozugumni Boyir No'yanning kigiz uyiga akirib ketdi. Abdullani bo'lsa, uningdan yiroq joylashgan molchilarga boshlab mangdi. Ular mo'ng'ullarning Boqamni qayoqqa aketganini bilolmay qoldi. Xo'sh aka, nerede bo'lsaqmi omon bo'laylik. Meningdan voyim qilma. Men sana bergan va'damni o'rindamay qo'ymayman. Boqamni ko'rib qolsang, mening uni taqatsiz kutadiganligimni aytdim. Xo'sh singlim. Aziz yurtlarga bizning birimiz bo'lsa yetib borayli. Lekin xo'pchilik chidamay o'lib olguchi bo'lma. Oqsingil ko'z yosh qilishib xo'shlashayotganda, ularning so'zlarini to'liq tushunmagan No'yan, "Munlar ko'p so'zishib ketdi-ku. Aksini neroq aytinglar." Qarindoshlarning bir-biridan ayrilmoqi qiyin-da. Aksini ko'zdan yo'qolsanglar, singlisimi pasiydi. Erini men ikkinchi ko'rguchi bo'lmay. No'yanning Qashqarning eng go'zal cho'kinini akelganini anglagan tonish bilish al og'inlari kayni-kaynidan kelishmoqda. Uning hamma vaqtda mundaq mard bo'lavermaydiganligini yaxshi biladigan tonishlari bugun uning erkisini ichib, so'ygan melining go'shini to'yg'icha yeyishni o'ylaydi. No'yanning xotinlari bo'lsa, erining G'ulji bozoridan setib olgan go'zalini ko'rgandan keyin yuragida qizg'inish o'tlari kuchayib, motam tutgandek hasratlanib, o'z hujurlariga kirib ketishdi. Erining o'zlarining ustilariga ustilab xotin akalganiga qattiq norozilik bildirishayotgan xotinlar uning yiqilganini ko'rib, "Xotinga to'ymaydigan taqib ketib edi, mana endi o'zining beshini yedi" deb qayishatdi. Boqi bilan elishqanda umurtqisi toshqa tegib yiqilgan Boyir No'yan bo'lsa, har tarafdan kelayotgan tonishlaridan o'yilib, belining og'riyotganligini sezdirmay, kuchiga zo'rlab o'rnidan turib, mehmonlar bilan uyga kirib ketdi. Nozugumni o'zi uchun tayyorlangan uyga boshlab kirgan ayollar uning kiyimlarini yo'tkab, uni Boyir No'yanning og'ini birodarlariga ko'rsatish uchun yasantirib o'tadi.
Ilgari Mo'ng'ullarning rasm qoida, urf-odat, turmush sharoiti bilan tonishligi yo'q Nuzugumga putig'i kuydirilgan chami qilin o'tdik. Ichkirining qora tovoridan qo'lda tapchib tikkan ikki yangi yiriq, o'ri yoqiliq uzun ko'nglak. Beshidagi qizil munchoq bekitilgan qora kigiz qalpoq g'alitili ko'rindi. Әмді u oqsig'i bergan va'dasi bo'yicha qanday qilib bo'lmasin bu yerdan saq-salomat qaytib ketishni o'ylab, atrofida cho'rdab yurgan qiz kelinchaklar oldida o'zini tutib, Noyanni yaxshi ko'radigan odam siyoqida ko'rsatishga tirishdi. Bir turib, u men tarsalik qilsam, bular akam bilan boqamning texmi qiynishi mumkin deb o'ylaydi. U Mo'ng'ul kelinchaklarining o'zini uyda xoli qoldirib, chopsonroq chiqib ketishini tilaydi. Bu yerda tasodifiy uchrashgan boqammu o'y xiyollarini ostin-ustin qilayotgan edi. Lekin uyga chalbaqib kirib chiqayotgan Mo'ng'ullarning harakati to'xtaydigandek emas. Bularning orasidan qanday qilib qochib chiqishni o'ylagan Nuzugum, "Men bek yerib ketdim. Noyan kirguchi bir oz harduq elib olay." dedi u, Boyir Noyanning o'zi uchun g'uljidan oldirgan kiyimlarini kiygandan keyin. "Munula hozircha mashada turib tursin. Qancha qilgan bilan o'z yurtimdan kiyib kelgan narsalar-ku." Yangi tushgan kelinning iltimosini rad qilg'usi kelmagan kelinchaklar kayniga tojib, biridan keyin biri uydan chiqib ketishdi-da, uyda Nuzugum yolg'izlik qoldi. Mo'ng'ullar bo'lsa, eshikning oldig'ili tikilgan kigiz uyda yangi tushgan kelinning hurmatiga to'xtamay erki ichishib tomosha qilmoqda. Boyir Noyan og'riqini yo'chirib, o'zining uzangi so'qishtirib yurgan tangtushlarining ichida birinchi bo'lib Qashqar qizini xotinlikqa akelganiga masligi kelib, mehmonlarning oldiga borining hammasini to'kmoqda. Uning ustiga ata to'gi so'yib, mushu atrofdagi xalqlarga cho'ng to'y qilib beradiganligini aytib maqtanmoqda. U Nuzugumning qishig'i boshqa erkaklarni kirgizmay, uni qiz kelinchaklarning ixtiyoriga qoldirishni ma'qul ko'rdi. Bu-mu Qashqar qizining Boyir Noyandan so'ragan birdan-bir tiliki edi. Qizni uyga akilib oldik. Endi uning bu tarafda borar joyi, qo'risi yo'q. O'ziningmi menga ko'ngli tushib qolsa kerak. Uning qishimda neri ketgisi kelmaydi. deb haraqqa to'yib olgan Noyan o'zi bilan birga o'ltirib tomosha qilayotgan og'aynilarga maqtanib qo'yadi. U qiz kelinchaklarga Nuzugumga yaxshi qarash haqida jekib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo ularga ishonmay o'zini ishga Mo'ng'ulga yo'litib, uning qishig'iga kirib chiqdi. Nuzugumning o'zlari uchun maxsus tayyorlangan o'rinda yostiqqa bosh qo'yib yotganini ko'rib, bek xushal bo'ldi. Kelinchaklar uningga Nuzugumning bir oz harduq elib elish uchun yotganini aytganda, kayni-kaynidan uning qishig'iga kiraverib beorom qilg'usi kelmay, og'aynilarining yeniga chiqib ketdi. Va go'sht pishirib, xizmat qilib yurgan kelinchaklarga Nuzugumga obdan qarash to'g'riliq yana bir qitim jekildi. Noyanning tovardan tik turgan ko'nglikini kiygini bilan o'zining kiyimlarini tashlamay, yog'liqqa tugishga boshlagan Nuzugum uning ichidagi xanjarini qo'liga olganda teniga kuch kirgandek bo'ldi. Ko'z oldiga boqan bilan nikoh qilgan kun kelib, uningga sodiq bo'ladiganligi haqida degan so'zlarini, ichgan qasamlarini esladi. Endi uningga taloda boqan har qachon chiqishini kutib turgandekli seziladi. U bir pas nima qilsam bo'ladi ekan deganda xiyol surib o'ltirdi-da, ondan yana ko'nglining ichiga tiqib olgan xanjarini mahkam tutdi. O'ylab baqsa, uningdan boshqa qishida hamroh bo'lg'idek hech nima yo'q ekan. U mushu xanjar bilan Noyanni o'ltirib, ondan uni o'ziga selishni ma'qul ko'rdi. Ba'zida u Noyanni o'ltirganim bilan akamning ham boqamning taqdiri qandoq bo'ladi deb ularning hayotini ko'z oldiga keltirdi. Uy ichi jimjit. Xizmat qilib yurgan kelinchaklar boyi chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Kechimu xeyli bir yerga berib qoldi. Oralab Boyir Noyanning maz bo'lganlarga qo'shilib varqirgan ovozi anglanib qoladi. Nuzugum uning tezroq uyga kirishini kutadi. Nimali bo'lsa, biroqli ko'ray deydi. Nima uchundir qispoq ko'zlik Noyan Nuzugumni unutib qolgandek jimib ketdi.
Bir chaqda xizmat qilib yurgan kelinchaklardan biri eshikdan beshini tiqib sinchilab qardi-da, Nuzugumning chimildiq ichida yotganini ko'rib, ko'ngli xotirjam bo'lgandek eshikni qiya echib qo'yib chiqib ketdi. Endi Noyan kiradigan o'xshaydi deb o'ylagan Nuzugum xanjirini texmi ching tutib, o'zini o'limga tayyorlab ichida oyat o'qidi. Bir narsani kutgan seni vaqt degan shuncha osti o'tamdi yoki rostila uzoq vaqt bo'ldimi, Noyan texichalik kirmay vatadi. Toladagi kishilarning chalvaqib varqirashlari oziyib qolgan edi. Nuzugum toqatsizlanishga boshladi. O'ylagan o'ylarim amalga osharmi deydi ichida. U o'rnidan turib uyning ichida u yoqdan bu yoqqa mangdi. Uyning eshigi boyiqi xizmatkor kelinchak qiya echib qo'ygan peti turadi. Nuzugum putining uchida asta mengib eshik qiyshig'i bordida tashqarida nima bo'lib atganligini bilmoqchi bo'lib tinchidi. Yaqin atrofda odamning qarisi ko'rinmaydi. Biror tevishmi anglanmaydi. U eshikni texmi kengroq echib taloga qaravedi, chetdagi kigiz uydala chiroq yiniq turadi. Noyan shu yerda bo'lsa kerak. Kigiz uyning ichidagi kayib bo'lgan odamlar birining so'zini biri anglamay varqirishib, o'zaro nimanidir talishadi. Nuzugum kayniga yenib, uyning o'ttirisida sal o'ylanib turdi-da, bulungdagi bo'pisini elib eshik yenig'i bordi. Talada odam yo'q o'xshaydi, ko'rinmaydi. U eshikni cho'ngroq echib tashqariga chiqdi. Tala intayin qorong'u edi. Nuzugum ha deganda hech nimani ko'rolmay turib qoldi. Faqat ko'zi qorong'uga sal o'gangandan keyinla qo'raning bir chetida ko'shab yotgan 3-4 to'gini ko'rdi. Dastlabda u bularni o'ri turgan odamlar o'xshaydi deb nima qilarini bilmay qo'rqib yuragi og'ziga tiqilib qoldi. Ularning odam emas to'gi ekanligini bilgandan keyinla ko'ngli o'rniga tushdi. Nuzugum kichik chog'larida to'gilardan qo'rqatdi. Hozir bo'lsa bu to'gilar eng yaqin odamlardek ko'rinib, ularning ishki o'rkishining o'tirisiga o'tirib olsalar, mo'g'ullardan qutulib ketadigandek seziladi. U bayla o'lib ketishga rozi bo'lgan. Endi bo'lsa bu yerdan sog'-salomat qutulib hayot kechirishga intilmoqda. U o'pcho'risiga sapsilib qaragandan keyin ittikilib to'gilarning orasida o'ltirib oldi. Uningga ko'shab yotgan bu to'gilar o'zini qo'g'dab qoladigan qo'rg'andek ko'rindi. Lekin u to'gilarning orasidami uzoq turishga bo'lmaydiganligini his qilib, bu yerdan tezroq ketishni, iloji bo'lsa oksini va boqamni tepib bil qechishni o'yladi. Lekin ularning nega ketganini, qaysi molchining ovuliga avatilganligini bilmaydi. Ular nadikin? To'gilar orasida o'ltirgan Nuzugum yana bir qaytim atrofiga zansilib qarab, hech narsani ko'rmadi. Oldidagi tog'larning egiz cho'qqilari oqarganda qoldi. U qechib ketishni o'ylab sirtqa chiqqani bilan nega mengishni bilmaydi. Nuzugumga to'gilarning oralaridan qandoqdir bir narsa yiqilib kelayotgandek sezildi. "Abla, tutilib qoladigan bo'ldim-da" degan o'yga keldi u, onasidan betalay tug'ilganiga pushaymon qilib. Uning putlari o'z ichida titrab, uygi-uygisi bo'shishib, tenida jon yo'qdek bilindi. Endi qochqini bilanmi baribir tutilib qoladiganini tushundida, "Mush yerda jim o'tiraveray, nima qilib yurasan desa, talog'i chiqib edim-daman" degan o'yga kelib, ko'nglining etikini yeyib o'ltirib oldi. Angicha to'gilarning oralaridan kelayotgan boyiqi narsa Nuzugumga yaqinroq kelib zo'ngzib o'ltirdi. Acaba Nuzugum qattiqroq nafas elishdan qo'rqib, kiyimlari o'ralgan bo'pisini maydasiga chingroq bosdi. Agar qo'lidagi bo'pisi bo'lmaganda bir narsa deb qutulib ketgili bo'ladi. Ammo uni hozir bir yerga yo'shirishmi mumkin emas edi. Boyiqi narsamu gap so'z qilmasdan jim o'ltiradi. "Mening peyimga tushgan kimdi? Ular mening qochilganimni sezib, keynimga poylaq deb qo'yibdi-kanda. Biroq u nimishqa o'rnidan qo'zg'almaydi. Yoki bumu menga o'xshash qechib chiqqan bir musofir emasdi? Yo bo'lmasa bu boqanmidi?"
deganga o'xshash har xil o'ylarga berilgan Nuzugum beshini qimirlatmay, ko'zining quyruqida o'ziga qator kelib, zo'ngziyib o'ltirgan boyiqi narsaga sapsilib qaragandan keyin Xudoga shukr deb shukri sana qildi. Chunki boyatdan beri uning oromini buzgan boyiqi narsa odam emas, mushu atrofdagi ishlarning biri ekan. Nuzugumning yuragi o'rniga tushib, put-qo'liga qaytadan jon kirgandek bo'ldi. Ammo yenida zo'ngzib o'ltirgan tayinchidek yo'g'on ish texichilar o'rnidan qo'zg'almay, xuddi qotirib qo'ygan haykaldek turadi. Agar Nuzugum o'rnidan qo'zg'alsa, shu hamon u etilib kelib tishlaydigandeklik qiladi. Shuning bilan Nuzugumda yana bir tashvish paydo bo'ldi. Lekin bu yerda uzoq o'ltirish mumkin emas. Haraq ichib, naqshi aytib tomosha qilayotgan mo'g'ullarning ovozi borgan seri pasayib, o'yin tomoshasi oxirlashib qolgandek qiladi. Nuzugum bor kuchini yig'ib o'rnidan qo'zg'aldi. Shu chog'da u yenida zo'ngzib o'ltirgan ishni eslamdikan devidi, esilmay kaynidan agishib mangdi. Nuzugum buni ko'rib mengishni ittiklatdi. Ishtmu Nuzugumning kaynidan qolmay cho'ng yo'lga chiqdi. Amdi chalva qilgan odamlarning vangchong o'rniga har bir kigiz uyning oldida yotgan ishlarning ovushib qavoshlari ko'paydi. Nuzugumda bu kasobatlar Mo'ng'ullarni o'yg'itib etmisi bo'ladi-ku degan andisha paydo bo'ldi. Boyir Noyanning ovulidan Nuzugumni agishib chiqqan yo'g'on ish yo havshimasdan, yo egisining uyi oldida qolmasdan beshini sangilatib kelavatadi. Dastlabda u meni poylab yurgan narsa emasdi deb andisha qilgan Nuzugum uni qo'g'lib etay deb o'yladi. Biroq uning o'ziga etilishidan qo'rqdi. Ovullardagi islamu shuningga yarasha havshib, mushuningga yarasha agishib keladi-da, bir pasdan keyin qilib qoladi. Ba'zi ovullarning ishlari o'zlarining bu voqeadan xabardor ekanligini bildirgandek bir ikki qitim havshib qo'yibla jim bo'ladi. Ba'zilari bo'lsa, xuddi bu cho'kanni ostiga besib, tolib yetadigandek yugurib keladi-da, ammo kaynidan havshib chiqqan boshqa ishlarning yo'qligini bilib, quyruqini ikki putining oraliqiga qisib, tezli qaytib ketadi. Nuzugum mundaq chaqlarda ishlar meni tolib yetadigan bo'ldi deb, yig'liqi bilan beshini purkab o'ltirib oladi. O'zini agishib, kaynidan oldirmay kelayotgan yo'g'on ishning hech narsa bilan kori yo'q edi. Boyatdan beri kayni-kayindan yugurishib chiqqan ishlar bir oz havshib to'xtab qolganda, Nuzugummu Boyir Noyanning ovulidan xeli yiroqlab, umr bo'yi qaytib chiqmaydigan qorong'ulikqa kirib ketgandek bo'ldi. U biri qo'g'lab kelayotmaydigandu degandek pat-pat atrofiga qarab qo'yadi. Lekin o'zidan 15 qadam nerida kelayotgan ishdan boshqa hech nimani ko'rmaydi. U oldidagi yo'l bilan mengiversa, kaynidan qo'g'lab chiqadigan Noyanning nökarlariga tezli tutilib qoladiganini o'ylab, qilin o'chib o'sgan yo'lsiz dalaga burildi. Qurib ketgan qo'raylarning shaxlari pochiqini sizib etish turmoqda. Ammo u Mo'ng'ullar qo'g'lab chiqquncha yiroqroq berib yo'shirnay deb putlarining etishib turg'iniga parvo qilmay yugurmoqda. Ba'zida to'lum chashqonlarning ini oldiga do'ylangan to'pi chalmalarga putlashib yoki uzun ko'nglikining etikini dasib elib yiqilib tushadi-da, yana o'rnidan turib olg'a qarab yuguraydi. Bir chog'da Mo'ng'ullarning ovulni beshiga kiyib varqirgan ovozi anglandi. Ular Nuzugumning qechib ketganini amdili sezgan edi. Ularning vangchun qilib varqirgan ovozlari, otlarning tuyoqlaridan chiqqan dukurlashlar quliqiga yetganda, Nuzugum o'zining qutulib ketolmaydiganligini, ularning nadan bo'lsa-mu o'zini tepib elib jazolaydiganligini sezib ruhsizlangandek bo'ldi va "Qashki bu kasobatlar 5-10 chaqirimdek uzib ketgan chig'indi bilgan bo'lsa-chi?" debmi o'yladi. Ehtimol toshliq yo'lda chepib ketib borgan otlarning tuyoq tevishi tog' tarafdan o'ng'ing'iniga qaraganda, Boyir Noyan Nuzugumni shu yoqqa qochdi deb o'ylasa kerak. Buningdan ko'ngli kichikini bo'lsa-mu xotirjam bo'lgan Nuzugum oldiga qarab qadam tashladi. Shu chog'da u bir necha otliq odamning cho'ng yo'l bilan tuvallab kelayotganligini payqadi. Nuzugumning yuragi qaytadan qattiq so'qib, tashvish andisi texmi kuchaydi.
U qorong'uda o'zini hech kim ko'rmaganligini his qilsa-mu, beshini to'van qilib bir oz yergacha engishib mongdi-da, ondan to'g'ri kelgan cho'nqurroq bir yerga tushib o'ltirdi. O'zining hosirab ho'midab dam elayotganiga qaramasdan Xudoga arvohlarga sig'inib, o'zini izlab yurgan mo'ng'ullardan omon eson saqlab qolishni tilab, munojat qilishga, Qur'on oyatlarini o'qishga boshladi. Bir chaqda uning ko'zi o'zidan 3-4 qadam nerida o'ltirgan yo'g'on ishtiqqa tushdi. Xudo urdi degan mushu o'xshaydi. U o'zining nega mumkin olganini ko'rsatadigan nishonga o'xshash zo'ngzib o'ltirgan bu ishni qanday qilsam to'van cho'kirib yotqizarman deb halak edi. Cho'ng yo'lda kelayotgan Noyanning nökarlari buni ko'rsa, darhol otlarning tizginini mushi tarafga buraydi. Qanday qilish kerak? U ishtiqqa tosh etib qo'g'lab yetaymikin deb mu o'yladi. Ammo u darhol o'ziga qarshi etilishi mumkin. Qo'g'lab etmay desa, o'zi tutilib qoladi. U ishtiqqa qarab, ket deb varqirab boqdi. Ammo quloqlarini dengaytib o'ltirgan ish o'rnidan qo'zg'alar emas. Mo'ng'ullar borgan seri yiqilib kelyotdi. Ket dedim-ku, ket bo'lmasa yot, dedi Nuzugum. Yo'nlari paqbiyib ketgan ish beshini burab, Nuzugumga bir qarab qo'ydi-da, xuddi hech nima sezmagandek ilgirki peticha o'ltiraverdi. Hadab uydan chiqqanda tom qorong'u ko'ringan dalada amdi hamma narsa aniq ko'rinib turadi. "Hay bo'ribos, beri kel. Bu yoqqa kel." deb chaqirdi Nuzugum itning etini bilmasimi, uningga o'zicha ot qo'yib. Boyatdan beri bir o'rinda qimir qilmay zo'ngzib o'ltirgan it quyruqini shipanglatib, cho'nqur azgalda o'ltirgan ayolga bir pas qarab qo'yib, ondan bir ikki qadam yiqildi. Nuzugum ishning o'ziga qarab mong'inini ko'rib xush bo'lib qoldi. "Kel, sadg'an ketay. Ang bo'lmaganda Boyir Noyanning odamlari o'tib ketkichi bo'lsin, qishimga kelib yotqin. O'zing mugu gap uqudganda ko'rinasan. Mahma. U ishtiqqa beradigan biror narsa topolmay, yerdan qo'liga dangal elib chaqirdi. Bo'ribos rostilla yeydigan narsa beryotidi dedi-mu, uzun quyruqini shipanglatib o'rnidan qo'zg'aldi-da, oldiga bir ishki chamdab, yana to'xtab, ondan ishti kelib qizning olqinidagi dangalni purdi. Nuzugum qo'limni tishlab olmag'aydi deb qo'rqdi. Yo'q, tishlamadi. Aksicha yana quyruqini shipanglatib erkiladi. Buni ko'rib Nuzugumning ko'ngli o'rniga tushdi. Toshliq yo'lda ot chepib kelayotgan Boyirning odamlari qorong'u kechida g'ilpol ko'rinib, borgan seri yiqillashmoqda. Nuzugum ularning yiqillab qolganini sezib, "Yotqina, sadig'in ketay, yotqina. Munula o'tib ketgandan keyin meni talasangmi mayli. Hozir bir oz bo'lsa-mi yotqina" deb ishning bo'ynini to'van bosdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, Yazg'uchi Turg'an To'xtamning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Nuzugum nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini ertadagi programmamizda anglag'aysizlar. Seningning nega qochqinni etmisang, mana amsa sana. Nuzugum men bilan emas, sizlar bilan qoldi-ku. Uning qayerga ketganini men nima bilay? Mo'nining tutqulni bog'lab, Noyanning oldiga ep beringlar. Singlisining nega ketganini bu yerda aytmagani bilan Noyanning oldida voyjon deb aytib qola. Men uning ishtiq talatganning qanday bo'ladiganligini bir ko'rsatib qo'yay.